Qozog'istonga 28 yil prezident bo'lgandan keyin tuyuqsiz istifa bergan Nursulton Nazarboyevning nomi poytaxtga berildi. Sobiq parlament raisi Qosim To'qayev davlat raislik vazifasiga qasam berib o'ltirgandan keyinla bu qarorni chiqardi. O vazifaga o'ltirish nutug'ida Nazarboyevning fikrlarining buningdan keyin strategik qarorlarda ta'sir bo'ladiganligini aytdi. Ofnaylik o'quvchilar majlisi Sharq Turkistondagi musulmonlar duch kelayotgan erkiy qirg'inchilikqa diqqat tortish uchun Sharq Turkiston yolg'iz emas degan temada faoliyat o'tkazdi. Shuning bilan birga Marmara Universiteti Anadolu Hisari o'lchiklari tarafidan uyushtirilgan Turandagi Yetim Vatan Sharq Turkiston nomli yig'inda Uyg'ur faoliyatchisi Hamidxon Ko'kturk Sharq Turkiston haqidagi savollarga javob berdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Navro'z bayrami munosabati bilan 44 mahbusni kechirim qilish qarorini chiqardi. Buning bilan tunji qitim Navro'z bayrami munosabati bilan kechirim qilish buyrug'i imzolandi. Bu qaror bilan 7 mahbus qo'yib berildi. 11 mahbus uchun shartli yo'tkash talab qilindi. 12 mahbusning jazosi uyda nazarband qilishga o'zgartirildi. 14 mahbusning jazo muddati qisqartirildi. Yangi Zelandiya davlat televiziyasi juma namozini naq maydondan taqitdi va davlat miqyosida 2 minut hurmat turishi o'tkazildi. Bosh minister Ardin hurmat turishi asnosida ayollardan yog'liq ortishini talab qildi. Yangi Zelandiya 15 mart yuz bergan terrorlik voqeasidan keyin davlat miqyosida e'tiqod va barobarlik chaqirig'iga yangi bir harakat qo'shdi. Bosh minister Ardin juma kuni juma namozining davlat miqyosida naq maydondan taqitilganligini va 2 minutlik sukut turdiganligini e'lon qildi. Dunyoning har qaysi joylarida Navro'z bayrami munosabati bilan turli faoliyatlar o'tkazilmoqda. Anadolu va O'rta Osiyo madaniyatida bahorning kirishi hisoblanadigan Navro'z bayrami Turkiya boshchiligida dunyoning har qaysi joylarida tabriklanmoqda. Navro'z bayramingizga muborak bo'lsin.